Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Knyazik. Ushbu videorolikda biz e, men narsa yozgan edim. Obunachilarimdan biri Granny 3 o'yinini o'ynashni yozgan ekan kommentlarga. Men mayli dedim. Birinchi ko'zimga yoqqani shu Granny 3 deb yozilgani bo'ldi. Shuning uchun men Granny 3 o'yinini o'ynab ko'rishga qaror qildim. Umid qilamanki, bu video juda ham qiziqarli va juda ham kulgili bo'lishiga umid qilib qolaman. Biza videoni boshlab oldik. Mana shu narsasi yoqmaydi. Mana qo'limdagi qalamchami, go'ddi balomi bizadan oldin bo'lgan o'yinchiligi bo'lsa kerak. Ya'ni Risk tog'ajon. Yo'q, tog'a emas. Bu kishi qarri-ku, Granny'ning dadasi deydimi? Granny dadalari. Bobojon, bobojon. Bobojonim. Tepaga chiqib ketaychi. Biza ovozli eshityapti, ko'rasizlar. Gazxona bo'lmasin desh. Bana gazxona yo'q ekan. Shka bilan ochib titkilaymiz. Viponkayni qidiramiz bolalar. Birinchi kundan Viponkay mana shu yerda. Bo'ldi. Viponkay nima desanglar, bu ana ragatka bor. Bu xonasida ragatka bor. O'sha ragatkani kaliti, ragatka qutisini kaliti degani, ragatka qutiga solib qo'yishgan. Hozir biz nima qilamiz desanglar, buni mana bu shu kalit bor, o'sha yoqqa tiqamiz, ochamiz, ragatkani olamiz, keyin bu bo'ldi. Mana shu yoqqa toshni o'zi shu yoqqa ekan, toshimizni terib olaylik ham birikda. Bo'ldi, toshimizni terdik. Hop, eshikni ochganimizdan paq qilib ketmaydi ish qilib. Tak. Hech kim yo'q. Voy, opang, nima g'or? Senga nima qilamali? Hop. Tak. Mana bu xonasidan mana buni olamiz. Ochil. Sim ochil. Bizni ragatka shu yerda ekan. Hop, ragatkamizni oldik. Endi bobojon qaqalar bobojon. Nimalar bu yerlar? Tak. Yerlarda o'tamizdimi? Chota bobon ovozi kelyapti-da. Yoqmay boribdilar. Qaranglar bolalar. Bugungi challenge metrodan qochish emas. Metrodan qochish sal uzunroq bo'lib ketishini bildim. Shuning uchun ham video sal kulgili va qisqaroq bo'lishi uchun men absolyutni nima deydi, glavniy eshikdan, ya'ni darazadan qochmoqchiman. Shuning uchun glavniy eshigiga boyagi ana sariq qutni yonidan o'tibki, o'sha yoqqa boltni tiqishimiz kerak. Boltni tiqqandan keyin uni to'klashimiz kerak. Ya'ni omborga kirib, tokni ulab chiqish kerak. Tokni ulash uchun ham daxoy narsa qilish kerak. Boboni chaqirish kerak oldin birinchi bo'lib. Boboni kallalarini g'urra qilishimiz kerak hozir birinchi bo'lib. Hop, shikablash. Maylam. Aylanib chiqaveraylik qani. Bobo qachon keladilar? Quloq tomitgan bu qizizni qulog'i itdan battarki. Oy, astag'firullah. Ol. Shpoq qani. Keting yo'g'onib edim. Tushib ketdi, asabga o'ynama. Bak qumingni o'ynab ketgan jiyan deyliqqan o'ltirgan paytlari. Bobon yotishlarini. Vash havasim keldi bobon yotishi, okey. Hech qilib mashina yotib qolmaydi lekin. Shtay. Uy to'lab, uy pashay to'lib ketdi valla. Beddan beg'imni o'tar, zaybal qilar, Hop, nima demoqchi edim men? Hozir shoptolini chiqaylik, mana shoptoli olib bergan mana. Qolmaysan shoptoli? Bo'ldi mana, bo'ldi. Hop. Bo'ldi, tushib ketmadi. Har holda tushib ketmadi. Mana bu omborning kalitini mendan tayyorlab qo'yib tushib ketdi. Bo'ldi. Kalitga uxladik bolalar. Lekin yo'q, kalit qaytib chiqadi, lekin qaysi burchidan. Opang nimaga talbayap. Hop. Ikkinchi kundan qoldik bolalar. Endi birinchi kundan bismillah deb qochib ketmoqchi edim. Endi ikkinchi kundan qochayotganmiz, iloji yo'q. Assalom. Qanday? Pishacham uyqudan uyg'ondi mana. Shiringina mushukcha ekan o'zi ham. Hop. Ko'rasizlarmi? Pishacham uyqudan uyg'ondi mana. Hella turibdi. Mayli, hozir o'yinni boshlayveraylik. Gugut topdim. Endi gugutni bizga nixuya себе kerak yo'q, chunki
ana nima deydi, qarg'an uxlatib bo'lganmiz, uxlatadigan joyiga borib yana tashqariga chiqib toshimizni terib kelaylik borib. Uje bizda bo'ldi, nima deydi, opang nimaga qilsay? Jonimga ham tegib ketding-ki. Toshimizni terib olaylik qani, g'irt ana. Bitta o'qqa uxlaydim. Farqi yo'q, bitta o'qqa uxlar. Nima demoqchi edim, bu xohlasanglar keyingi videoda buni yo metrodan qochamiz yoki Granny tarixi degan video qo'yaman yoki mana shu videoni ostiga o'zingizlarga yoqqan horror o'yin yoki qiziqarliroq o'yinning nomini yozib ketinglar. Keyin men uni ko'rib, o'ynab videosini chiqarishga harakat qilaman. Yana ham o'zingizlar bilasizlar. Menga ko'proq qiziqarli o'yin bo'lsa, yaxshiroq kontentlar chiqadi. Men oldindan aytib qo'yasizlar. Bu o'rnidan turgan bo'lsa kerak, shu uchun bitta xil ishlatamiz endi. Oyoqcha olamiz. Voy ana, bo'l. Yuragim 190 gradus ko'ryapti. Tuk. Bu kelallam. Johnny deyishdan boshqasini bilmaylarmi yoki? Yoki xaxolab kulaylar Granny 2 ga. Bo'ldi. Undan keyin Granny 2 videosini chiqarsammi yoki? O'ylab qolaman. Mayli. Sizlar nima desanglar shu bo'ladi. Qarachi, kommentlar yozib qoldiringlar nimalar qilishdi. Bu ana. Bu uxabebega ketdilarmi? Ana. Bu kayf qilib uxlayaptilar. Xurroq qilib. Chipoq! Astag'firullah. Tobag'im. Astag'firullah. Ye. Hasan ibn Husan. Ibn Jabbor. Al-Buxoriy, Al-Xorazmiy, Al-Haromiy. Bitta o'q qolibdi o'zbekchani. Shotganimizni. Bu shotganni endi o'qini uni ishlatamiz biz. Yana ustimga chiqib olaymi shu uchun. Hop, mana buni sindirib tashlaylik. Kirdik. Mana o'sha aytgan boltim, mana Crowber'ni ham olib oldik. Crowber mana shu yerga bo'ladi. Crowber'ni hozir biz nima qilamiz? Mana yerdagi qizil qutini sindiramiz ichidan. Bo'ldi. Eng kerakli narsa chiqdi mana shu elektr оборудование bu. Boy aytayotganimki, elektr оборудование qo'shsa agar hamma narsa ishlaydi. Masalan, lift, butun boshli liftni ishlatishimiz mumkin. Boyagi sariq apparatni ishlatishimiz mumkin. Mana yoqqa chiqib spam bo'libdi mana yerga. Xo'p. Metroni ichki masini ishlatishimiz mumkin. Ichki elektr оборудованиясini qo'shishimiz mumkin bu elektr оборудование joyiga tiqsa. Omborxona kaltani ochib oldik. Mana buni qaranglar. Bu Granny 1 o'yindagi kalla chopqich deydimi? O'tgan asrlarning eng shafqatsiz quroli bu bilan qatl qilish eng og'ir jazoga nima qilinganlar o'shalarga ishlatilgan qarorchi. Bu o'lim jazosiga hukm qilinganlar. Elektrobonni ulaylik, tugmasi qaraydi bu nimaga? Avval tugmasini topdim mana. 220 vont. Keta bangni magar. Zayba qilgan-ki bu. Xo'p. Valla men nima qilaman? Boshim olib qoldi. Xo'p. Xo'sh, ikki qo'ling bo'sh. Davay, ish qilaylik. Men nima qilmoqchi edim hozir? Bo'ldi, to'xtanglar. Nima deydi? Metroga kirib, boyagi sindirgan joyimizdan endi boltchani topib olib kelishimiz kerak. Boltam barkashdek, kattakon bolt. Uni burab qo'ymasa bo'lmaydi-da endi. Nomi ham nom, fake nomi, soxta. Hop. Uje 9 minut bo'libdi-dan, jigarlar. Nima demoqchiyim bolalar, bitta narsa kelishib olaylik. Agar shu videoni xuddi shunga o'xshagan videolar chiqishini xohlasanglar, shu videoni ostiga riskga like bosinglar, obuna bo'linglar, o'zingizlar xohlagan o'yinni yoqib ketinglar mana. Darzon ochdik. Men shu o'yinni o'ynab ko'raman. Sizlar xohlasanglar Minecraftdan, xohlasanglar har xil o'yinlardan, xohlasanglar yana challenge berishinglar mumkin menga nimalarni qilib. Challenge'ni qilib ko'raman, urinib ko'raman challenge qilishga. Hozir ana uni olib kelaylik, yana nima deydi? Metroga taxta bor-da, taxtani olib kelaylik. Bitta siniq joy bor.
o'sha siniq joydan tushib ketsak, o'lib ketadi mana bu personajimiz. Hop. Hop, bo'ldi ana, tamom. Ha? Ha, Kazyol? Keldingmi, Kazyol? Voy voy voy, bilan baqirishga qarayman, baqirishga. Kazyol dedim, ish qilib, ustidan qog'oz qalam qilib bo'ldi bu. 4 million shtrafga solib, o'zi mashina shuncha anov bor, radardan kelgan jarimalar bor. Qanday to'lashni bilmay o'tiribman. Hazil bolalar, hazil. Odamga kulgu yoqmaydi. Kulgu asabni tinchlantiradi. Ertalabdan kulsang ham maroqli-da. Ertalabmasda hozir men nima necha soat necha bo'ldi ekan? 2:30 da video olyapman. 2:30 da. Hop, 2:30 ga video olayotgan bo'lsam, soat 6 ga ro'za ochiladi. Pang, nimaga yurib ham chiqib ketdi. Tez ragat qurolim ham yo'q. Ragatga mana qilib qo'ydim choq, ha bo'ldi. Ragatkani ol, tort, boboyni kallasidan solay. Bo'ladi. G'urrachoq boboy kallalardan. Pang. Turing yo'qolingda bu yerdan. Jonimga tib ketdingiz. Ko'rishga ko'zim ochishga o'qim qolmay qoldi sizda. Butun boshqa uyga o'q qolmay qoldi, chin aytay. Mana pang demay qo'yaylik. Sekingina o't. Sekingina o'tgan vaqtda o'ynagan, oldingi safar o'ynagan paytim yiqilib o'lib ketdi mana yerda. Mana shu yerdan yiqilib o'lib ketdi ikkinchi etajdan. Garam mana shu taxtadan o'tamanda. Mana bu g'ildiraychani endi joyiga olib qo'yishimiz kerak. Volla uje mana qarang, juda tez qochamiz. Video yoqayotgan bo'lsa like bosinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, yana bir marta aytaman. Kanalga obuna bo'lish ham, like bosish ham baribir tekin. Bu videoga 30 ta like yig'ib beradigan bo'lsanglar, bu videoning ikkinchi qismi, ya'ni metrodan qochish qismi chiqadi. 100% garantiya metrodan qochamiz. Xo'p, bolalar, mana biz surdik, mana eshikni ochib nasib bosgan joylardan ketdik mana. Bu ana bo'ldi. Boboycha ham chiqdilar, Slenderina ham turdilar. Bolalar, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Sizlar bilan kinoyazdek sog' bo'linglar.